أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Mehribon va go'zal Robbimiz Alloh azza va jallaga beadad hamd sanolarimiz bo'lsin. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat salomlarimiz bo'lsin. Mana azizlar, inshaalloh sizlar bilan Unvonul Bayon kitobidan bir risolani boshlagan edik. Inshaalloh ana bugungi kunimizda endi ikkinchi darsimizni o'tamiz. 3-uslubda davom etyapmiz. Ya'ni 3-uslub foydali nasihatlar va ulug' xulqlar haqida edi. Qolal hakimu man va'azaka faqat ayqazaka. Bir hakim zot aytadiki, kim nasihat qilsa, bir va'z nasihat qiladigan bo'lsa, bas u seni uyg'otibdi. Va man bassaraka faqat nassaraka. Kim ko'zingni ochgan bo'lsa, g'aflatdan, ya'ni bu g'aflat degani nima degani desa, noto'g'ri yo'ldan bir yaxshi yo'lga nasihat qilib, yaxshi yo'lga agar ko'zingni ochgan bo'lsa, shak yo'qki, u senga yordam beribdi. Va man awdaha va bayyana faqat nasaha va zayyana. Kim izohlasa, yaxshi yo'lni ko'rsatib beradigan bo'lsa va ochiq oydin bayon etsa, samimiyat ko'rsatibdi va ziynatlabdi. Va man hazara va basara fama g'adara va ma qasura. Kimiki mana shu nasihatlarga quloq soladigan bo'lsa, undan ogoh bo'ladigan bo'lsa, hayotida tatbiq qiladigan bo'lsa, e'tiborsizlik qilmasa shu nasihatlarga, demak u xiyonat qilmabdi. Ya'ni majlisda o'zi haqqi, majlis haqqi. Bu nasihat qilishlik. Majlis degani bir joyda yig'in bo'lyapti, tadbir bo'lyapti, aytaylik, aqiqa qilyapsizmi, qanaqadir marosim qilyapsizmi, o'sha joyda odamlarni jamladingizmi, o'sha joyda amr va ma'ruf qilishlik majlisda haqqi hisoblanadi. Qur'on tilovati esa uni ziynat hisoblanadi majlisda. Shuning uchun mana shu qanday tadbir qilishimizdan qat'iy nazar bir ozgina ilm halqasidan suhbat bo'lsa, ana shunda o'sha majlisda haqqi ado qilingan bo'ladi. Va qala akharu, boshqasi aytadiki, naqlus sahari alal a'naqi aysaru min tafhimi man la yafhamu. Bir katta harsang toshni yelkada olib yurishlik fahmlamaydigan, nasihat olmaydigan, tushunmaydigan kimsaga tushunishga urinishdan ko'ra osonroqdir, deyapti. Va qala akharu, boshqa bir hakim zot aytadiki, an-nasihatu bish'atul mabadi hulwatul awaqibi. Nasihatning boshi yoqimsiz bo'ladi, oxiri esa totli bo'ladi. O'sha bir nasihatni eshitasiz, bir o'gitni eshitasiz, kattalardan bir nasihatni bir qaytarig'ini eshitasiz, o'sha paytda yoqmaydi, lekin o'sha 10 kelganda, yaxshi ham shuni aytgan ekan deganingiz ana shu oxiri totli bo'lishligi hisoblanadi. An-nasihatu kad-dawa'i yasu'u isti'maluha va yasurru ma'luha. Ya'ni nasihat doriga o'xshaydi. Uni iste'mol qilish bezdiradi odamni, bir dorini ichavergandan keyin o'sha doridan bezdiradi, lekin xuddi hali chaqaloqlarda yoki yosh bolalarda ukol qilsa yaxshi, unga o'sha tanasiga shifo bo'ladi, dardiga shifo bo'ladi. Lekin o'sha ukoldan qochib yuradi-ku. Xuddi shunday bu nasihatdan doriga o'xshaydi. Buni boshi achchiq bo'lishi mumkin, lekin oxirida o'sha oqibati quvontiradi, shifo bo'ladi. An-nasihatu yuzammu ibbuha va yumdahu ghibbuha.
mahrun ni'ami shukrun. Nasihatni qabul qilish avval qoralanadi, keyin uning oqibati esa maqtaladi. O'tgangi suhbatimizda Ali roziyallohu anhuni o'g'liga qilgan nasihatlarini suhbat qilgan edik. Ana o'shanda davom etamiz. Ya bunayya laysa ma'al qati'ati nima wala ma'al fujuri ghina. Ey o'g'ilcham, qarindoshlik aloqalarini uzish bilan o'smaydi odam. Buzuq ishlarni qilish bilan boyish yo'q. Ya'ni buzuq ishlarni qilishlik, harom halish ishlarni qilib yuraverishlik, bunda boyish yo'qdir deb nasihat qilyapti. Davomida aytilyaptiki, ya bunayya, ey o'g'ilcham, salomatlik asli 10 qismdir. Ulardan 9 tasi jim turishda dedilar. Misol uchun aytaylik, ha deb sergap bo'lib bir majlislarda tayin tuyin yo'q gaplarni gapiravergandan keyin uni fe'l-atvorini, qanaqa salohiyatda odam ekanligini bilib olasiz-da, lekin jim turganda bilib bo'lmaydi. Tilim qursin deydi, bekar gapiribman deydi yo boshqa deydi. Inson gapirmaganiga pushaymon yemaydi, lekin gapirib qo'yganiga pushaymon yeydi. Faqat Alloh taoloni zikr qilish bundan mustasno. Til qancha bo'lsa ham Alloh taoloni zikr qilaversa, bu salomatlik hisoblanadi. Salomatlik 10 qism dedik, o'sha 10 tadan 9 tasi bu jim turishlik, bittasi esa ahmoqlar majlisini tark qilishdadir. Karohiyatli ishga, Alloh taoloning malomatiga qolishlikka sabab bo'lgan ishlardan ekan, ahmoqlar bilan birga o'tiraverishlik. Kim yig'in suhbatlarda Allohga itoatsizlik bilan ziynatlansa, ya'ni kimiki o'sha bir yig'inda, suhbatlarda o'rtoqlar bilan, oshna og'aynilar bilan o'tirganda, o'rtoqlarning ichida ham bo'ladi, ya'ni sergaplari yoki bo'lmasa ko'chadan harom narsani ichib kelganlari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. O'sha davrani o'sha boshqarish kerak-da. Birovga gap bermaslik kerak. Mana shunaqa u gap ham nima endi? Odob bo'lsa, ilm bo'lsa mayli endi. Qayerda yo'q ig'vo, qayerda yo'q gaplarni gapiradi. Tuturuqsiz birovni kuldirish uchun, birov o'rtog'ini mazaq qilish uchun, shu o'zini ko'rsatish uchun gapiradi. Mana bu o'zini xuddiki o'zini nazdida ziynatlayapti-da u. O'sha gap bilan davrani oldi bo'lyapman deydi. O'zini ziynatlayapti. Bunda Alloh unga xorlikni meros qiladi. Ya'ni xor qiladi u insonni. Kim ilm talab qilsa, ilm beriladi, deyapti davomida. Ya'ni ilmga qarab qadam bosadigan bo'lsak, oxir oqibat erishamiz. Qur'onni yodlashga kirishsak, oxir oqibat yodlaymiz. Bu haq bu. Kim ilm talab qilsa, bas unga beriladi ilm. Ey o'g'ilcham, ilmning boshi muloyimlik. Ana ilm o'rganishlikda eng birinchi bo'lib tavozi bo'lish kerak ilmga. Ustozga nisbatan tavozilikda, muloyimlikda bo'lishlik. Mana bu ilmning boshi hisoblanadi. Aytaylik, bir insonni hunarini o'rganmoqchisiz. Borib qattiq gapirib, menga shuni ayt, o'rgatasan hozir dengchi, nima derkan? Bor toshingni ter deydi. Lekin muloyimlikda o'sha kalit ochilinyapti. Ofati mohirlik. Qarang, ilmda ofati mohirlik deyapti. Bu mohirlikni sharhida ko'radigan bo'lsak, ko'p hollarda zehni o'tkir talaba darsni bitta eshitishlikdayoq ilib oladi. Lekin saboqni sekin oladigan talabaga qaraganda unutuvchanroq bo'ladi o'sha talaba. Misol uchun telefon qildingiz bittasiga, falonchi nomerini berib yuborgin deydi. Bo'ldi, aytaver, yodlab qolaman. Shunda aytadi. Yo eslab qolarsangiz eslab qoldingiz, eslab qolgan taqdiringizda ham 10 minutdan keyin so'rasa aytib bera olmaysiz o'shani. Bir talaba o'sha qiyinchiligi bilan o'rgansa bir ta'limda, qayta eshitsa, o'sha nomerni ham qaytadan qaytarib yubor deb turib yozib olsangiz, boshqa qilsangiz o'sha esda qoladi, keyin bir oydan keyin so'rasa ham. Musibat yetdi,
unga sabr qila olishlik iymonning xazinasi. Karmoningizni qaraysiz, kashalogingizni qaraysiz, qancha pul bor. O'sha pulingizni qanchaligini bilasiz. Endi iymonimizni qanchaligini qayerdan bilamiz? Hop, iymon ham insonning qalbida, ongida joylashgan. Iymonni qanchaligini qaydan bilamiz desa, ana musibat kelganda sabr qilishlik bilan. Va in asabaka shay'un fala taqul law kana kaza va kaza walakin qul bi qadarillah wa law sha'a fa'ala fa inna law yaftahu amal ash-shayton deydi. Mana shu unvonda keladi. Ya'ni bir musibat yetadigan bo'lsa, u musibatga voy falon bo'lganda bunday bo'lardi, bunday bo'lganda bunday bo'lardi, voy men xohlamagan narsam bo'ldi, voy qayerdan ham o'sha yerga bordim, qayerdan ham o'shanga quloq soldim, yetib bo'ldi musibat. Endi bunga sabr qilishlik mana bu iymonda xazinasi hisoblanar ekan. Bunga sabr qilmaslik, bunday bo'lganda bunday bo'lardi deyishlik bu shaytonda amalini ochar ekan. Ta'madan tiyilishlik kambag'allar ziynati, shukr qilish esa boylarning ziynatidandir. Ey o'g'ilcham, eng katta boylik aql. Shu aql bor ekan, inson islomni taniydi, iymonni biladi. Aql bor ekan, ilm o'rganadi. Aql bor ekan, ota-onani hurmat qiladi. Aql bor ekan, oxiratda g'amini yeydi. Aql bor ekan, bu dunyoda qoqilmasdan, toyilmasdan yashaydi. Hayvon bo'lganda, oldiga qo'yganda yeb ketaverardi. Lekin aqli bor ekan, harom, halolni ajratadi. Bu eng katta boylik ekan. Eng katta qashshoqlik ahmoqlikdir. Eng dahshatli qo'rqinch o'ziga bino qo'yish. Bu eng dahshatli qo'rqinch ekan. Eng ulug' nasab chiroyli xulqdir. Ana biz falonchilardanman, po'kinchilardanmiz. Biz falonchi yigitlardanmiz deydiganlar bo'ladi. Ana bu nasab nima bilan bilinadi desa, chiroyli xulq bilan bilinar ekan. U ota bobasi avliyo, alloma tattazon bo'lib turib, farzandi, zurriyotlari na dindan, diyonatdan xabari bo'lsa, odamlarga zulm qilishdan to'xtamasa, u nasl foyda bermaydi-da. Axloqi chiroyli bo'lsa, u tepadagi nasli chatoq bo'lsa ham, lekin axloqi, xulqi zo'r bo'lib, iymonda, e'tiqodda baquvvat bo'lib, ibodatda baquvvat bo'lib, siz bizlarda muomalada odamlar bilan ijtimoiy muomalada zo'r bo'ladigan bo'lsa, u tepasiga qaralinmaydi keyin. Demak, nasab chiroyli xulq bilan ekan. Ey o'g'ilcham, ahmoq bilan do'stlashishdan saqlan. Chunki u senga foyda beraman deb ko'p zarar yetkazadi. Yolg'onchi bilan do'stlashishdan saqlan. Chunki u senga uzoqni yaqinlashtiradi, yaqinni sendan uzoqlashtiradi. Uzoqni yaqinlashtiryapti o'sha yolg'oni bilan. Lekin sendan yaqinni uzoqlashtirib yuboryapti. Ya'ni sendan farishtalarni ketkizib yuboryapti. Sendan bir Alloh taoloning rozichiligini ketkizib yuboryapti o'sha yolg'onlari bilan. Baxil bilan do'stlashishdan saqlan. Chunki unga muhtoj bo'lganingda sendan yiroqlashadi. Baxil inson bilan do'st tutinishlikdan uzoqlashgan deb Ali roziyallohu anhu o'sha farzandiga o'git berishlikda aytayaptiki, demak baxil bilan do'stlashilmas ekan. Chunki u bir kun sizni muhtojligingiz tushgan paytda sizdan kechib yuboradi o'sha paytda. Pulingiz bo'lganda, molingiz bo'lganda yuraveradi yoningizda. Uni baxilligini ham bilmaysiz. Baxilligini bilib turib agar siz do'st bo'lib yursangiz, bir kun keladi siz unga muhtoj bo'lganingizda sizdan kechib ketadi. Fojir bilan do'stlashishdan saqlan, chunki u seni arzimagan narsaga sotadi. Bu fajirning ma'nosini lug'atdan andayin ko'rdim. Birinchi ma'nosida pok emas, gunohkor degan ma'nosida. Ikkinchi ma'nosi axloqsiz, fahshga berilgan, uyatsiz degan ma'noda. Keyingi ma'nosi bevafo er, keyingi ma'nosi buzuq odam, fohishaboz, yolg'onchi. Umuman olganda, bitta qilib olganda bir gunohkor odam.
bilan do'stlashishdan saqlangin. Gunoh tar tortmay qilib yuribdimi? Ko'ryapsiz, birovni haqqini tar tortmay yeb ketyapti. Ko'ryapsiz, aldayapti. Demak, buni shundan do'stlashdan saqlangin, chunki u seni arzimagan narsaga vaqt keladi, sotib ketadi seni. Ey o'g'ilcham, ziyoratning ko'pi malollik tug'diradi. Sinovdan oldingi xotirjamlik ehtiyotkorlikning ziddidir. Ya'ni sinov nima degani? Bu desa, sinov azizlar, har bir daqiqamiz, soniyamiz bu dunyoda sinovdamizda. Namozga beparvo bo'lsak, oxirat g'amini yemasak, xotirjam yashaydigan bo'lsak, mana bu oxir oqibatda bizni ziddimizga xizmat qilar ekan, mana shu xotirjamligimiz. Shuning uchun din ishida, dunyoviy ishda xotirjam bo'lish kerak. Keladi o'sha rizq qilgani. Lekin din ishida bu xotirjam bo'lishlik sizni bizlarni ziddimizga xizmat qiladi agar. Har qanday holatda maqsad qilayotgan ishingda ehtiyotkorlik quroling bo'lsin. Bu nima degani desa, bir kasb boshladik, halolmi, harommi, uni masalasini ko'rib chiqamiz. Savdoga kirishdik, bay bobini ko'rib chiqamiz. Demak, bir amalni, bir ishni bajarar ekanmiz, uni ilmini o'rganib chiqishligimiz mana shu ehtiyotkorligimiz bo'ladi. Aytaylik, bir mashinada ketyapsiz, ключingiz yo'q, buzildi mashina. Bitta atverka bo'lmasa qancha qiyinchilik bo'lib ketadi ba'zi hollarda. Bitta atverka bilan bajariladigan ishga bitta atverka topa olmaymiz kerak bo'lsa. Aytaylik, balonimiz yorilib ketdi, teshildi, boshqa bo'ldi, almashtirish kerak. Zapaska ключingiz bo'lmasa juda sarsongarchilik bo'ladi. Bunda ham aytilyaptiki, ehtiyotkorlik quroling bo'lsin. Bir maqsadni ish yo'lga qo'ydingiz, ana o'shanda sizni o'sha maqsadingiz sari eltaydigan yo'lda to'g'rimi, noto'g'rimi ilmi bo'lishligi mana shu o'sha qurol bo'lishlik hisoblanadi. O'sha kulich bo'lmasa, o'sha narsa bo'lmasa, biz yarim yo'lda qolib ketamiz. Har qanday paytda, vaziyatda buni yechimini topa oladigan holatda turgan deyilyapti. Zamonla yuzma-yuz keladigan turli vaziyatlarda yordamching bo'lsin. Kishining o'ziga bino qo'yishi aqlining zaifligiga dalildir. Qaysi bir kishi o'ziga katta bino qo'yayotgan bo'lsa, bilingki, uni aqli ojiz, aqli noqis. Ey o'g'ilcham, qancha bir qarab qo'yish bor. Hasrat keltiradi. Hasrat keltiradi. Buni nimaligini tushuntiramiz hozir. Bir qarab qo'yishlarni. Ko'p narsaga qarab qo'ysa bo'ladi-da. Ana shunda hasrat keltiradi bu qarab qo'yishlik. Qanchadan qancha bir so'z bor. Bitta so'zda endi bitta so'z aytaman deydi. Ne'matni sug'urib oladi. Sizga kelib turgan ne'matni bitta Alloh taologa xush kelmaydigan so'zingiz o'sha sizga berib turgan ne'matni sug'urib oladi. Bu ne'matlar nima desa, xoh u rizqda bo'lsin, xoh u tana a'zoyimizda berib turgan, nafas olib turgan, ko'rib turgan, eshitib turgan quloqimiz bo'lsin, boshqasi bo'lsin, bitta so'z bilan Alloh taolo olib qo'yishligi mumkin. Islom dinidan oliyroq sharaf yo'q. Demak, biz eng sharafli dindamiz, eng sharafli insonlarmiz biz. Ko'ryapmiz hozir dunyodagi bo'layotgan voqealarni. Isroiliyotga berilib ketganlarni ko'ryapmiz. Allohni tanimay qanchadan qancha insonlarni qonini to'kayotganlarni ham ko'ryapmiz. Zuhddan azizroq ulug'lik yo'qdir. Zuhud degani bu Allohni haqiqiy chin ma'noda tanishlik. Allohni haqiqiy chin ma'noda tanigan inson eng ulug' inson hisoblanadi. Aytaylik, u bozorda rizqi tufayli arava tortar. Aytaylik, u eng quyi ishlarda ishlar. Lekin Allohni taniydigan bo'lsa, o'sha ulug' inson. Lekin aksida u kazo kursida o'tirar. Zo'r mashinalarni bilar, dang'illama uchastkalarda yashar. Lekin Allohni tanimayaptimi? O'sha boyligi, o'sha mansabi, martabasi bu Allohni tanishlikka dalolat qilmayaptimi? Demak, u ulug' inson emas. Ulug' inson bu haqiqiy mana shu zuhdni topgan inson hisoblanadi.
Taqvodan mustahkam qal'a yo'q. Salomatlikdan chiroyli libos yo'q. Ozgina yemishga rozi bo'lishdan afzalroq qashshoqlikni ketkazuvchi mol yo'q. Qarang, mana ozgina boriga qanoat qilib, ozgina bo'lsa ham Alloh taolo siz bizlarga rizq bergan bo'lsa, o'shanga rozi bo'lishlikdan-da afzalroq mol yo'q deyilyapti. Demak, mol nimada ekan? Boylik nimada ekan? Qanoatda ekan. Siz bizlarga berib turgan o'sha aytaylik 10 million emas, 400 ming so'mda ekan qanoat. Rozi bo'lishda ekan o'shanga. Kim kifoya qiladigan darajadagi narsa bilan cheklansa, ya'ni o'ziga yetarli bo'ldi, menga o'zi shu yetadi degan narsa bilan cheklansa, demak uning rohati naqd. Bu degani rozi bo'lsa, uni bu dunyoda ham, qiyomatda ham rohati naqd. Xotirjamligini saqlashga tayyorgarligi ham taxt bo'ladi. Hirs mashaqqatlar kaliti. Ko'ryapsizmi? Hirs mashaqqatlarning kaliti hisoblanar ekan. Bir nimaga hirs qo'ydik, u haqiqiy mashaqqatni ochib tashlaydi-da keyin. Yuraveramiz keyin. Qiyinchiliklar aravasi hisoblanar ekan hirs. Gunohlarga botishib ketishlikka sabab bo'lar ekan hirs. Ochko'zlik eng yomon ayblarni to'plovchidir. Qanaqa yomon ayblar bo'lsa, ochko'zligi tufayli o'ziga to'plab olar ekan o'sha yomon ayblarni. O'zgada yomon deb topgan narsang senga adab berishga kifoya. Ana adabni beadabdan o'rgan deydi-ku. Ana shu o'zgandagi yomon deb bilgan hislating seni odobli bo'lishingga kifoya qiladi. O'shani aksini qilsang, demak odobli bo'lasan degan ma'noda. Musulmon ustida haqlari bor. Shu 5 ta haqqi bor. Uni bir suhbatimizda ham sanab o'tgan edik. Darslarimizda yana suhbatimizni davom ettiramiz. Bunda Ali roziyallohu anhuning o'g'liga bergan nasihatlari, ana undan keyin Luqmon Hakimni o'g'liga bergan nasihatlari haqida suhbat olib boramiz. Aqulu qawli hadza va astagfirulloh